Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 15-bob. Tashnaliq sadosi. To'ylu bulung keyingi bahar fasli. Kuda ko'rpilarini dumsiga tingib olgan 40 gunohkor qatorisiga to'ttin tizildi. Bellari arg'amchilarda bog'lanib, oldi orqasidan yonlaridan bir-biriga chetildi. Arg'amchilarning ikki uchi oldida mang'idigan ikki jandarma askarning otlarining g'anjug'isiga bog'landi. Gunohkorlar urug' tuqqan yar birodarlarining didorlarini ko'rilish uchun bo'yinlarini so'zishib xuddi to'rg'a tushgan biliqlardek uyan-buyan tipirlaydi. Lekin ular bir-biriga chetilib ketganlikdan bir qadammo uyan-buyan mang'almaydi. Oldidagi ikki otliq jandarma askar mangsa, ularmo mang'alaydi. To'xtasa, to'xtaydi. Orqasidan yon-yonlaridan otliq do'rg'ilar, jandarmalar qamchilarini o'ynatib, yolab mang'atdi. Ularning shu tapdagi holati xuddi rahimsiz podachilar haydab mang'an bir qo'ton malga o'xshaydi. Turma darvozasining oldida xuddi qiyomat qoyim bo'lgandek yig'izlar, qiyochiya, dod faryod ko'tarildi. Sanjaq to'plashib turishgan Qashqar xalqi olli cho'qan silib urug' tuqqan yor birodarlarni izlaydi. Ularning bir-birini tovlab chaqirishgan sadolar Qum darvoza ko'chisini larziga keltiribdi. Lekin ular bir-biri bilan qo'l ilishib ko'risholmaydi. Yaqinmo kelolmaydi. Navoda birari qo'lini uzatib soladigan bo'lsa yoki sal yaqinlashib qoladigan bo'lsalar, shu hamon do'rg'ilarning qamchilari ularning bosh ko'z qo'llariga xuddi yung savg'andekla rahimsizlarcha vaq-vuq tegatdi. Anjamboy orqadagi qatorda edi. Shu topda u ota-onasi urug' tuqqan al og'inlarni ko'rilishga tashna edi. Shunga tit bo'lib jamoat orasiga talmurib qaraydi. Lekin ular ko'rinmaydi. Ah ana, didoringni ko'rsatgina. Shu topda xuddi kichikimda hatto cho'p-cho'ngla bo'lib burtum xat tortgandimi yana onam balam, dadam balam deb erkiltib beshimni siylagandek yana bir qitim siylab qo'yg'ina. Odatda dadisi chilishish, ot baygisi, mashrab, to'y-to'kun, o'lim yetim so'rinlarda uni yenidan neri ketolmaydi. Xuddi soyisidekla agishib yuradi. Go'sh, nonlarni beliga tugib yurib, uni yeyishga zo'rlabla turadi. Kechalari qora chiroq nurida uningga qarab talmurib o'ltirib tongni atqizatdi. Ko'z tegmasin deb isiriq silib, molla axunlarga duo o'qitib, tumar puturib, uningga parvonadek farmon bo'lib, paypetek bo'lib jon ko'ydirib yuradi. Mana endi u Iroqlarga ketadigan chaqda nimishqa didorini ko'rsatmaydi. Qani uni jonlaridan aziz ko'rgan akisi, inilari, singlisi, ah xudo, ularni bir ko'rib olsa-chu kashki. Isit shu tapda ashu qiyomatlik og'inlari bilan bir ko'rishib olsa, 2-3 ig'izdan chaqchaqlashib olsa, hech bo'lmasa shundoqla lappida bir qarishib olsa, kashki u shu xiyollar bilan mayuslanib ketayotganda jamoat orasidan tuyuqsizla uning onasi qisilib chiqdi-da, "Dadam balam" debla uningga o'zini otdi. Lekin shu hamonla uning beshiga qamchi tegdi. To'xtxonning ochiqi kelsa, har qanday balo qazodan qo'rqmaydi. Avliya Azroil bo'lsa-mu, jinini alqiniga ilib ilishatdi. Uning tishi yo'lvas nomimi shuningdan kelgan edi. U o'ziga qamchi tanglayotgan do'rg'iga ko'zlarini alaytib qarab, qamchini tutib olib g'azab bilan pastga silkib tortdi. Do'rg'a belikiga o'tkazib olgan qamcha sepidiki tasmidan qo'lini chiqarib ololmay otdan mollaq etib tushdi. To'xtxon uni birini tepdi-da og'izni buzib tilidi. "Voy ishdan turalgan nejis yaloqchi, sen onadan tug'ilmaganmi? Onasi bolasi bilan ko'rsa gunohmikan? Senmi mushu holga tushib qolgan bo'lsang, onang sen nejisni men balamni bag'rimga olgandek bag'ri olmasmidi?" Bu g'azablik shikoyatdan jandarmalar, do'rg'ilar sal salpiyib qilishdi. Dal shu chaqda bosh nazoratchi itini choptirib kelib, To'xtxonning dal beshiga qamchi soldi. Anjamboyning ochiqida jon mani chiqib ketdi.
u g'azab bilan "Tart qo'lingni" deb varqirdi-da, bosh nazoratchining qamchi tutgan qo'lini kapta tutilib, amburdek qisib oldi. Og'riqqa chidamagan bosh nazoratchi to'lg'inib ketdi-da, "Voy!" deb xuddi miyovga tushgan mushuk miyovlagandekla chirqirab saldi. Buni ko'rgan boshqa do'rg'a jandarmalar paloqlashib kelib Anjambayga qurollarini tanglashdi. Dal shu chog'da top jamoat xuddi havo guldirilgandekla tangla g'azablik varqirashdi. "Hoy! Hoy!" Bu g'azablik sadodan cho'chib ketgan jandarma do'rg'alar mangdab angvaqqicha joy-joyida turiblar qilishdi. Qurol ko'targan qo'llarimo xuddi tini chirib ketganlikdan yerilib tushgan daraxt shoxlaridek asta pastga tushdi. Ko'zlari g'azablik chekchaygan, mushtari ching tugilgan Baqaxonning bolalari shu topda o'g'a tashnishga tayyor turgan qoplonga o'xshash boshlarini ko'tarib, maydalarini chiqarib, putlarini kirib turishatdi. "Voh! Amdila texi 16 yoshning qarisini olgan Azizning nochilikni demamdigan." U pichiqini keyniga tutib, "Ha" deb oldiga tavrab, itilishga intilyotdi. Qosimbay otning cho'yin izangisini yeshib olib, tasmasini qo'lga yo'gayotdi. Shaharning 20-30 dak gangung yigitlarimi pichoqlarini chiqarishib, "Qani, yana bir urib beqsha, ko'rgulikoni ko'ristimiz" degan alpozda ularga yerning tigidan ho'muyib qarab, tashlanishga tayyor turishatdi. Shu topda Anjambayga yoki uning onasiga biror qamcha soladigan bo'lsalar, u chaqda ish texmi yo'g'inaydi. O'zlari tayoq to'qmoqning ostida qolatdi. Gunohkorlarni mu qochirib qo'yishatdi. Dal shu chaqda Avtaxun ota kelib qoldi-da, jandarmalar bilan do'rg'alarni oldi tarafga mangdirvatdi. Shundala Anjambay boshqalar bilan qo'l ilishib ko'rishaladi. Oyim Tillaxon aksiga esilib yig'ladi. Xili uzoqcha uni qo'yib bermay, isadab yig'lab mandi. Qosimbay chiroyli yoshla ikki to'ruq otni yetilib olgan edi. U Anjambay bilan quchoqlashib ko'rishdi. To'xtashqa bo'lmaydi. Yondashib mang'ach gung'ur-mung'ur mo'ndashdi. Hal ahvol so'rashdi. Boshqalar bilan mu ko'rishdi. Urug' tuqqanlarning orasida inisi Toshkentbay ko'rinmaydi. Anjambay dadasining ko'ziga qaradi. "Dada, Toshkentbay kelolmaga o'xshamamdi?" Baqaxon ulug' kichik tindi. "Kelolmadi. Uyda bo'lsa-ku kelardi." "Yo'q." Uning beshi tushib ketdi. Anjambayning ko'ngli qandoqdir bir shumliqni sezgandek, yuragi qartlaq qilib qoldi. "Yo'q, na ketdi?" "Hey, bichora bolaning peshonasi ta'tir ekan, askarlikka tutilib qopti." "Askarlikka? Qachon?" "Hey, istay. 4 oydak bo'ldi. Bir kuni u Anjambay akamni sig'inib qoldim. Yo'qlab kelay dedi. Voy balam, berib ko'rishib kelsizlar debdimiz. Aradan 3 kun o'tdi. Haftami o'tdi. U yenib kelmadi. İzdab so'rab derkini ololmadik. Uningdan ansirab titit bo'lib yursak, bir kuni turdi ravandi bizni izdab uyimizga kelib qoldi. U Toshkentbayni otishni ko'rib qoldim. Askarlikka tutilib qopti deb xabar elib kelibdi. Jumaxon bilan Abduzxon uni ajratib kelamiz deb orqasidan otliq qo'g'lab ketib, uningga oqsud yetishibdi. Lekin uni ajratib olishning ilojini qila olmabdi. Faqat bir damla mo'ndishalabdi. Toshkentbayning deyishicha, u sili bilan ko'rish uchun turmining oldiga kelganda bir nech odam kelibla uni bog'lab yomulga solibapti. 6 oyga elib minibdimish. Qozoqlar bilan so'qish qilishga opiradi ekan. Xudoyim o'z panoyida saqlag'ay u bechora bolani. Hey, qachon oshni osh, nonni non deb yugidek zamon bo'lar. Baqaxonning ko'zlaridan oqqan yosh birdamdala uning oq yaktikining yoqsini ho'l qilibdi. Boshqalarmo mishildishib yig'lashmoqda edi. Bu shum xabar Anjambayning yuragini izivatgan bo'lsa-mu, lekin shu topda u o'z qayg'usini bildirib, ularning ko'nglini texmo zida qilg'usi kelmadi. Faqat Toshkentbay yosh, aqlli, chaqqan, o'z kunini o'zi elib ketalaydi. Xudoyim buyursa, uzoq qolmayla yenib keladi, deb ularning ko'ngliga ozroq tasalli beraladi. Gunohkorlar xuddi bog'loqdagi qo'ylardek bir-biriga chetilgan holda bog'lanib, ko'chalardan o'tishga boshlaganda zamonning zulmi
xo'rliqlaridan joq to'yib, yuraklari laxta-laxta qon bo'lib ketgan bag'ri sunuq Qashqar xalqi yo'lning ikki chetida to'plashib turib, ularni yig'a zari bilan uzitib qo'yishdi. Xo'sh, Xudoga omonat. Xudoyim mushkulinglarni oson qilg'ay. Xudoyim o'z panohida saqlag'ay. Jamoat ularga omonlik tilab, qo'llarini egiz ko'tarib turib duo qilishdi. Navoiylar savoblik uchun pashxun nonlarni ularning qo'llariga tutqizib qo'yishatdi. Qo'yinlarga tiqishatdi. Doğuchilar qacha dog'larni ularga ichkizatdi. Baqqallarmi qarab turmadi. Yel yemishlarini ulardan ayimadi. Hammasiga bo'lishcha ulashtirib berdi. Shunda qilib, ular shahardan chiqib bo'lgacha qo'yinlari non-pan, yel yemishlari bilan to'shib ketdi. Ular Yangi shahardan o'tdi. Uning haybatlik egiz sepillarimi ko'rinmay qoldi. Talvichuk daryosidan o'tibla sozliqqa yaqin kelganda ularning oldi tarafidan otliq, eshaklik, harviliq bo'lib, birer yüzdek odam dap-dumbaq ravablarini chilishib, nag'ma-navo bilan chiqib keldi. Chiroyli yasinishlari, xushal kulka chaqchaqlaridan qaraganda, ular ko'ngillik bir to'y ma'rakidan qaytgandek qiladi. Ular gunohkorlarni ko'rib, asta-astilab to'xtab qolishdi. Anjamboy shunda qarabla ularning hammasining opalliq ekanligini tonib qoldi. Ularning ba'zilari Anjamboy bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Tinchlik, omonlik so'rashdi. Yana ba'zilari yiroqdan boshlarini egib salomlashdi. Eli qozining o'g'li Ahmad 4-5 tek lukchaklarning orasida xuddi bazni marg'an mushukdek ko'zlarini parqirtib, uningga go'liyib qarab turadi. Shu arada yuzini gijim ro'mol bilan yepib olgan bir ayol otdan likkida tushdida udulla Anjamboyning oldiga keldi. Uni ko'ribla Anjamboyning yuragi qartliq qilib qoldi-da, o'ziga aranla anglangudek past ovozda pichirlab soldi. Shu, dal o'zi shu. Voy Xudoyim. Ah, Oyshamgul. Uninggacha u ayol yuzini ichivetdi-da, uningga egilib salom qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Oyshamgul xonim. Ularning ovozlari titrab chiqishdi. Bir-biriga talmurib qarab turibla qilishdi. Oyshamgul kamzulining yanchuqidan aynak, targ'oq yo'gigan oq munchoqliq anar gulidek qip-qizil yog'liqini chiqarib, Anjamboyning yuz ko'zlarini surtishga boshladi. Buni ko'rgan Ahmad tishlarini g'uchirlatib kelib, Oyshamgulga vaqirdi. Nomus qilsizlar, Oyshamxon, hayo qilsizlar. Xalq olam oldida izo. Oyshamgul g'azab bilan orqasiga burilib, uning beshiga kelishtirib vaqtida bir qamchi soldi-da, o'ngrab yig'lab, esadab turib uni tilladi. Nomussiz degan sen, men yoki sizning nikohingga o'tib qolgan, sizning ilkandagi odam bo'lmasam, meni silkishlab tarqishlashga nima deng? Ko'zimning sati. Men nimadan nomus qilatdim? O'zimning eridinmi? Qozining ashu kichikkina bir parcha iflos taloqiti meni Anjamboydan ajrashtira olamdi? Qani, qaysimizning roziligini opdi? Qani, meni tonimagan undaq shariatni menmi tonimayman? Qarashib turganlarning ba'zilari yopirim deb yaqinlarini tishlashsa, yana ba'zilari hang-tang qilib, og'izlarini kamardek ichishibla qoldi. Oyshamgul bular bilan kari bo'lmadi. Atqa likkida mindi. Xo'sh, Anjamboy aka, Xudoga omonat. Zamonning zulmi g'olib keldi. Men beqo'l bo'lib qoldim. U shundoq dedi-da, yoshlarini yomg'irday to'kib turib, atqa qamchi soldi. Xo'sh, Oyshamgul, omon bo'lsizlar. Zulmning go'ri qo'linib bo'ldi. Bosh nazoratchining ochiqi texicha yanmadi. Put-qo'llariga titrak o'lishib, tishlari g'uchurlaydi. Ya Allah, bu batranglarga nim bo'lib ketgandi? Xuddi quturgan harlarga o'xshaydi-ku. Shundoq biriga tegib soldingmi? Bo'ldi. Shu hamonla hammasi tangla cho'lib chiqdi. Yopirim, Xudo o'zi saqlasin. Balduruq chaqlarda ko'chalardan yuzlagan gunohkorlarni haydab mangdigan bo'lsa, ularning urug' tuqqanlari nerda turib yig'ilishib, qaqshib qoladi. Hergiz yiqilisholmaydi. Navoda yiqilishib qoladigan bo'lsa, hay, debla xumardan chiqqicha ursimi hech kishi g'iding-piding qila olmaydi. Ko'ngil ichish uchun otlarni bo'lishiga choptirib mengib, kishilarni dastlab chaylavatsimi, ochiq kelganda qamchidan qamtamg'ucha ursimi, qo'li qichishqanda jamoat so'rinlarga bo'sib kirib,
Birarini urib, yerim jan qilib qo'ysimi, hech qanday savol so'rqi bo'lmaydi. Ular faqat levini tishlashib qoladi. Chiroyli xotin qizlarni bulab masa, varqirab, jarqirab yig'lab qoladi xolos. Mayli, nima qilsa qilsin, qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar, Qashqar o'zining edi. Xohlaganini qila oladi. Amdi-chu, mana amdi yana shunda qilib boqqina, anang manangni ko'zingga ko'rsatdi. Hey, mana amdi zaman o'xshamay qoldi. Heliqidek, desila pichqini chiqirishidi, to'plashib kelib urishidi. Men nima bo'ldim deb ko'zini ichib bo'lg'icha, oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q, ularning qarsimi ko'rinmay qoladi. Bulung pichqoqlardan tosh chalmalar vang-ving uchib kelib, kalla mollarini yaridi. Ko'p kunduzdimi yolg'iz talaga chiqqili tig'i bo'lmaydi. Bugünkidek bir gunohkorni va uning urug' tuqqanlarini bir qam salg'anga hammasi tangli tavrab qo'ydigan, do'rg'ilar gunohkorlardan tayoq yeydigan ta'tir ish qachon bo'lgan? Hey, bu nohaqchilikni yilqi beri bizga bo'lishib ikki ig'iz gap qilgandek qilvidi. 20-30 dak odam tavrab kelibla uni yaloqchi damdo, g'alchi damdo ish qilib, bir nimlarni deyishib tillab, basmaqdab turib, o'ltirib qo'yg'ili tas-tamas qoldi-ku. Qandoq zamonlar bo'lib ketdi bu? Odamning kallasidan faqatla o'tmaydi. Aqlimo yetishmaydi. Baldurqidek xo'sh xo'jam deydigan zaman ne ketdi? Shu kunlar esit ajab bo'ldi-da. Bosh nazoratchi o'ylab shu yerga kelganda yurtida bo'lgan ba'zi ishlar uning ko'nglidan g'il-palla o'tib qoldi-da, yuragi qartadi qilib ketdi. Voy, shundaqmi bo'lib qolarmi? Kompartiya mushu yergimi kelib qolarmi? Tova, bu jahonning vafosizligini, bu yavoylarning baldurqa o'xshamay qilayotganligi, shularning shamilning kasofatidan bo'lmasa yana shundaq bo'ladigan bo'lsa, o'zining tugashgini shu. Xudoyim saqlasin, u ofatlarning changiliga tushib qilishga nasib qilmasin. Uning yuragining po'kildishining sababi bor edi. U buningdan 10 yil ilgari Pingliang Gansu o'lkasidagi bir tog'liq rayonning nomi. Kompartiyaning bir aloqachisini tutib berib inom olgan. Keyincha xo'raki o'sib haddidan ishib, qilmagan askarlikka qolmagan, qon qarzga bo'g'ilgan, intiqomchilarning o'zining kiyiga tushganligini bilib qilib, yurtda turolmay Qashqarga kirib yo'shirinib olgan edi. Bo'ldilar, zang pulni yolg'iz menla olamdim. To'pimizda tayyor bo'lib sho'lganlarni eqitib turayotganlar azmidi. Kompartiya kelib bo'lg'icha tanning issiqida jonni saqlaydigan biror joy tepib olgan tuzuk. Jonning etiki kengri, jon saqlag'idek joy bu yerda bo'lmasa, yana boshqa bir yerda bor. Yig'ib qo'ygan oltin kumushlarimmo yetib oshdi. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon. Pahpa. Bu haqlarning tamsilini xo'pchini bor ekan jumo. U shu xiyollar bilan ketayotganda Zunun apandi bilan Qosimboy otlarini yo'rg'iltib kelib uningga yondashdi. Ular uningga qarab kulib turib salom qildi. Ondan Qosimboy ko'k shoyi balvig'idan ikki quloqliq yambuni chiqarib uningga tangildi. O'zlariga ozroq bo'lsa-mo yo'lliqimiz bor edi. Az bo'lsa-mo choy puli bo'lib qolar. Ko'nglimiz ekan, iltifot qilsizlar. Qo'limizni yondirmasizlar. Baş nazoratchi mug'ambarlik bilan kuldi. Senda to'kan bo'lsa ko'kimaydi, umaydi. Kosaki och amaysi. Pangshin bo'lsa bodi. Yana qandoq ish bo'lsa men keladi. U Uyg'ur tilida xili cho'ltoq bo'lsa-mu, lekin diqqat bilan anglasa, har holda uning g'arazini to'liq tushangili bo'ladi. Begim, dedi Zunun apandi uning qarab. O'zlariga malol kelmasa, bu odamni u qo'li bilan Anjamboyni sharatlab ko'rsatdi. Bo'sh devatsizlar, otga minib olsa. Bosh nazoratchining chiroyi o'ngib ketdi. Xato anglab qoldimi nima degandek, ularga tikilib qarab turibla qoldi. Yo'q, unda kelsa bo'lmaydi. Begim, iltifot qilsizlar. U odamga biz bo'rin bo'lamiz. Chatoq yo'q. Biz tanışmasak-ku silini herkes xijil qilmaydiq. Ağindarchilik yusidan labzimizni yeydi deb ishonch qilib deb saldiq. Shu topda nazoratchi og'izda yoq desimu, lekin ikki quloqliq ikki yambu uni xili obdanla yumshatgan edi.
Jinini yaqıga elish uchun onunğa mushundaq kumush pul lozim bo'ladi. Uning ustiga Zunun apandi bilan xili bardik kelsi bar edi. Qasım baymu zamanning dangdar bayvachilaridan bo'lganlikdan unimi obdanla toniydi. Şuna ularni lazım bo'lgan odamlar deb o'yladi-da, yejib turib so'radi. Sen, yana sen bu adamu agna? Shundaq, biz jon do'st og'aynilar. Akukulardan mu yaqin. Senda agina, yana senda agina. Ha, menda agina bo'du. Ularni uzitib kelganlar shu yerda to'xtab qilishdi. Anjambay to'ruq atqa aqta qo'yibla minib oldi. Bir ko'rikdan o'tgandan keyin nazoratchiga yondashdi. Begim, avu qiri to'kur ekan, mang'almayvatidu. Yo'ldan qoldigan bo'ldik. İcazat qilsizlar, uni atqa mindirib olsam. Baş nazoratchi beshini lang'ishtib ma'qul bo'ldi. Ular shu holda Yapcan, Yangsar, So'gat, Egizyer, Qiziltog', Oqtala, Sesiqtikan, Chilgumbaz qatorliq joylardan o'tib 9-kuni to'yli bulunga saq salomat yetib bordik. Shuninggacha gunohkorlar Anjambayning itiga minish bahonasida bog'liqdan navbat bilan birdan bo'shinib bo'lishdi. Qayta bog'lanmay atqa pat olmish minib ozoda mengishdi. Baş nazoratchi jinini yaqiga elish uchun tayyorlanmasa bo'lmaydi. Shunga u aytsizlar shu yerda qoladigan Gundupay Avut atiga 40 gunohkorning ismi yozilgan bir hujjatga saq topshirib oldim deb qo'lini qo'ydirib oldi. Ha, bu yerdagi ish bitdi. Endi qaytib berib jinni bir yaqiga elish uchun oltin kumushlarni yig'ib to'plab bir oqshomdala g'ibada tikvatsa bo'ladi. Kompartiyaning qachon kelishini bilgil bo'lmaydi, lekin hamon keladi. Bu yerdan qancha baldur kelsa shuncha yaxshi. Kayniga so'rish xatarlik, kalla ketadi. Chegirdan o'tib ketsa bo'ldi. Kompartiya uni tutolmaydi. Lekin u jinini yaqiga ololmadi. Yo'lda sovuq suvni ko'p ichib olganlikdan necha kundan beri ichi surib bo'lolmay qoldi. Atlari mo yerib hali qolmagan, qamchilab tursimi aran chamdaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga u ilojsiz holda bu yerda yana 4-5 kun yetib qolishga majbur bo'ldi. Lekin bu aram elishdan hech qanday xovliq bo'lmadi. Kompartiya atila kelib uning kanini bo'g'digandek dakka dukkaga tushib yuragi po'kildab demi siqilib zodila xotirjam bo'lolmadi. Oxir bo'lolmay talog'a chiqdi. Bu joyda kun o'ltirishga oz qolgan edi. Tog' tarafdan qiypash tushgan kunning o'tkir nuri uning ko'zini chiqib ochurmadi. U ko'zini o'ylab bir hazog'icha turib qoldi. Ko'zi talog'a ko'ngandan keyin atrofiga qarab bir qirg'iz boboyga ko'zi tushdi. Bu boboy tunigundan beri mushu atroflarda temiz qilib bir nimalarni qilib yuratdi. U asta mingib boboyning qishiga keldi. Gapimga javob bera olamdi qandoq degandek qilib uningga bir qo'r qarab chiqdi. Ondan teximi yaqinroq kelib, uningdan mushu cho'ng yo'ldan boshqa shaharga borg'ilib bo'ladigan yanimi yaqinroq yo'lning bor yo'qligini so'radi. Boboy gadinini qashlatib, uningga sinchilab qaradi. Ko'zlari metildab yumilib ichilib bir oz turib qoldi. Ko'zlari ichilganda parqirab, uning qop-qora ko'z qarchuqlaridan chaqnab chiqqan nurlar nazoratchining yuragiga g'achchida sanjilgandek tuyulib ketdi-da, uning tini shurkunib turibla qoldi. Boboy bir hazodan keyin hassi bilan kun petish tarafdagi tog'ni ko'rsatdi. Nazoratchi u ko'rsatgan tog' tarafga qarab o'tib, boboyning cho'loq quliqiga ko'zi tushib qoldi. Töven tarafga qiypash holda eqib tushgandek sangilab qolgan bu quloq qaradab xuddi qara qozon donchilarini chaplab qo'ygandekla qop-qara mudur cho'qur bo'lib ketgan edi. Bo'lishig'o bor, dedi boboy ko'zlarini chimildatib turib. Ana o tog'ning u tarafida sugatlik yo'l deymiz, lekin tor, egiz pas, chig'ir yo'l bor. Biz u yo'l bilan 3 kundala shaharga yetib bora olamiz. Ammo begimning otlari qandoq qilarkin, mang'almasmikin? Taqqa ko'nmagan otlarda senda ot mang'adu, menda ot mang'almaydi. Kapaki bosh. Boboy kuldi. U kulganda ko'zlari qisilib ketdi. Uning ko'zi qisilgan chog'da dal yana hiliqi nur chaqnab ketgandek bo'ldi.
Nazoratchi yana shurkunib ketdi. U bovayni to'nigandek, uning qandaqdir bir a'zosi o'ziga tonishdek bilindi, lekin asligisi kelmadi. Voy bo'ldila, jahonda bundaq odamlar ozmidi? Bundaq razgilarni aslab o'ltirishga kimning cho'lisi? Do'tlikimni. Lekin bu qiri razgi ko'rsatgan yiliqi sugatlik chig'ir yo'l uni qiziqtirib qo'ydi. Boshqalardanmi surishti qilib ko'rgan edi, rost shundoq bir yo'lning borligini, lekin otlarning yonishib mangolmaydiganligini, birining keyindan yana biri tizilib mangsa o'tib ketgili bo'ldiganligini ma'lum qilishdi. Kechsi uning uyqusi qochdi. Yana yiliqi buvay ko'ziga kirib oldi. Uni ko'rganda qilaman. Shundoq, men uni ko'rgan, qayerda ko'rgan bo'lg'aydim? Hay, mayli, qarim nima? U atsi atiganda 4 jandarma askar bilan 2 do'rg'ini agashtirib yo'lga chiqdi. Ular yayloqlardan o'tganda yo'l xili kengri edi. Otlarmi yandish mang'alaydi. Bir-biridan yo'l talashib so'kuldaydi. Lekin yo'l yuqori o'rlab, davanning ustiga ko'tarilgan siri tarayib ketdi. Otlarmi bir-birining kaynidan tizilib, yo'rg'ilab minishga majbur bo'lishdi. Baş nazoratchi hammaning oldida ketib-o'tdi. U yana hiliqi buvayni eslab qoldi. Bu qirini qayerda ko'rgan bo'lg'aydim? Shundoq ko'rgandimi undoq emas. Odamning xili esida qoluvdak apchil ko'rishgan. Bo'lmasa bu qiri nimishqa mening kallamdan zodi nirketmaydi? Bu zodi nimish? Tushga yaqin ularning oldi tarafida shalong sugatlik ko'rindi. Qaqas taqqa ajoyib o'sin qo'shib turgan bu 4 tupla tog' sugatining mushu qattiq tashliq qaptalda o'sib yashirib tura olganligidan ular hayron qoldi. Nazoratchining xiyoli yanila hiliqi buvaydila qoldi. Bu qiri shaharlikdek qo emas. Meningmi bu yerga tunji qatim kelishim, qayerda ko'rgan bo'lg'aydim? Bu zodi kim? Sugatlikdan o'tganda yo'l texmi tarayib minish texmi qiyinlashdi. Sol tarafi her yoğan qoram taşlıq tik tağ, o'ng tarafi yantuluq qiya. Qarsa adamning beshiqi ko'z oldi qarong'ulashib ketadigan, tigi ko'rinmaydigan cho'nqur jilg'a. Voy xudoyim! Baş nazoratchini qo'rqinishda chiliq-chiliq sovuq ter bosdi. U ichida mushunda xatarli yo'lga silib qo'yibdi, deb buvayni toza tilladi. Uning orqasidagilarning holimi shu tapda onundan qilishmaydi. Ularningmi qo'rqinishda ko'zlari chekchiyibla ketgan edi. Ularmi ichida bizni yomon yo'lga boshladi deb boshliqidan xafa bo'lishmoqda edi. Shu tapda navada otlar o'ng tarafga sal palla mudirib ketadiganlar bo'lsa, Xudoyim o'zi saqlasin. U chaqda Allohga rahmat, at-pat bilanla jilg'a do'malab tushib ketishi turganli ish. Atlar pushqurishib, asta ilgirlayotdi. Nazoratchi tuyuqsizla tizginini tartdi. At to'xtadi. U keyniga burilib varqirdi. Topdim. Shu, dal o'zi shu. Hiliqi qochqun. Shu an tog'lar orasida uning varqirgan ovozining aks sadosi yangradi. Uning keynidagi odamlar cho'chib, dang qetib turibla qilishdi. Nazoratchi atni keyniga yandurmoqchi edi, lekin bu bir gaz kenglikdagi tar yo'lda at qandaqmi keyniga aylanalsin? At aylanalmasa keynigimi yanolmaydi-da. Mayli deb tavakkul qilib atni keyniga yanduray desa, jilg'a mullaq etib tushib ketishdan qo'rqdi. Voy bo'ldila deb o'ziga hay berdi. Tutalisigu teg'i yaxshi. Navada uni yana tutalmay qolsa, vaqt zoya bo'lib ketadi. Nech kun quruq avar bo'ladi. Jonni yaqqa oldigan vaqt keyniga surilib ketadi. Mayli, kim tutsa bu tutmamdi. Uning nima kari? Buningdan 5 yil ilgirki ish edi. Bir kuni oqshimi uning qishiga to'la qechib, to'la tutilgan, har tutilganda o'ligacha tayoq yeydigan, bu qitimmi qechib ketib 3 kundan keyin yana tutilib qolgan bir qirg'izni so'rab akirishdi. Shu chog'da odatdagi yoyiliq mansibidagi bu xunxo'r gap anglamgan quliqing mushimmi deb uning quliqini to'lg'ab tutib shartida kesib tashladi. Uning yung chapini birdamdala qip-qizil qonga bo'yaldi. O'zimi hushsizlanib yiqildi. Keyin u yana qochdi, lekin zodala tutuq bermadi. Baş nazoratchi shu ishlarni eslab
huzurlanib kulib ketdi. Pahpa, shu chaqda ajab balan qiptikanman. Ha. Şuğunisi yana bir qulqinimi qo'shib kesib tashlagan bo'lsam bo'ptikan. Xap, o'zimdan o'tdi-da, bo'lmasa. Dal shu chaqda tog'ning usti jaldur-juldur, jaqqan-juqqon bo'lib ketdi. U cho'chib ketib beshini ko'tarib qargan edi. Qopdan yug'an sop-siriq bir tulum chashqan, toshdan toshqa dik sakrab, xuddi qo'ng'iroqliq ot baygiga tushgandek jalduring-juldurung ovoz chiqarib, dal o'ziga qarab tushib kelayotganligini ko'rdi. Qo'rqib ketgan nazoratchi o'zini otdan tashlab bo'lg'icha yiliqi tulum chashqan dal otning so'l yenig'ila tushdi-da, xuddi to'pdek qanqib o'rlab jaldirlashqa boshladi. Bunidan qo'rqib urkib ketgan ot müdürüp ketdi-da, o'zini to'xtata olmay jilg'iga tushib ketdi. Boshqa otlar urkib orqasiga yanmoqchi bo'lganda o'xshashla jilg'iga tushib ketdi. Otlardan o'zini tashlab jini omon qolgan ikki jandarma bir do'rg'a shu kuni namoz sham vaqtida jilg'a ichidan bo'yini sunib, kallasi mijilgan bosh nazoratchining jasadini qoram tashlar orasiga kaplashib qilib, yerimjon bo'lib qolgan ikki jandarma askar bilan bir do'rg'ini tepishdi. Bosh nazoratchining jasadidan 10-15 qadam nerida yiliqi to'pdek cho'ng yel berilgan, cho'ng kichik bo'lib 20-30 dak qo'ng'iroq eslagan tulum yelimi ularni qo'rqitib, yana hozirla to'pdek o'rlab qanqib kelibla, o'zlarini urib o'ltirib qo'ydigandekla hayvatlik dardib turardi. Anjamboy To'yli Bulung deb nomini anglagan bu joy Qaqas, Taqirbosh tog' bag'ridagi tog' qo'yinlariga joylashgan, challisi chuvuq, tomlarining tuzuk tayini yo'q, aran 6-7 uylik kichikkinala bir mahalla edi. Tog' bag'ridagi kangri jilg'ida qishmi-yoz to'xtamay suv eqib turardi. Suvning sharqirashlari xili yerlargacha anglanadi. Jilg'a bo'yidagi yop-yeshil cho'plikda kala, qo'taz, qo'y padalari to'galar o'tlab yurardi. Anda sanda ko'zga chiliqadigan shalang o'sgan so'gat, teraklar, qo'yuq jig'an, yo'lg'unlar orasida xuddi mushu zaminning yalpig'ishlaridek g'ur-g'ur shamolda larzon irg'anglaydi. Toshqo'rg'on yo'lining bo'yidagi hayvatlik gumbazning atrofida bir-biriga yondashgan tashlandiq qabrlar zakinida yuz bergan fojialik shohidlari sifatida miskin yetishadi. Gunohkorlar yotadigan gamilar jilg'a bo'yida edi. Yerdan bir gaz ko'tarilib turardi. Ishiklari gamilarning ishiklariga udul qartib silingan 4 ig'iz uy yoylar bilan do'rg'lar uchun jabtilgan edi. Gamilardan 20 qadamcha neridagi cho'ng gama oshxona edi. Oshxona birlab bo'lgan bilan qozonlari boshqa edi. Oshxonaning beridagi kichik qozonda yoyi do'rg'lar uchun polo dumlinib go'sht qaynasa, nerisidagi cho'ng qozonda gunohkorlar uchun chamg'ur bilan ko'r umoch qaynaydi. Gamilarning supalarini o'nglab, oshxonaning o'choqlarini silib bo'lg'icha 2 kun o'tib ketdi. Endi bo'ldi. Zak kolashqa tushsak bo'ladi degan kunila Avut ata Anjamboy bilan ko'rishdi. "Inim", dedi u ko'tmak saqalini silab turib. "Men bir ishdan bak ansiravaman. Avu gumbazning qishidagi qabrlarni ko'rdilar. U qabrlarga mushu yerda zak kolashda o'lib ketganlar ko'milgan. Ilgari bu yerga zak kolashda nurg'un gunohkorlarni akilishadi, lekin ularning tangdan to'lisi qaytib ketilmagan. Har gusmustak qovul odamlar mushu yerda jinidan judo bo'lgan. Surishtirib hushimcha ularning bir qismining jiniga tog'dan do'malab tushgan toshlar zamin bo'lgan. Yana bir qismlarini qon besib olgan. Bu ishlarni deb tugatkili bo'lar. Lekin hammadan yomoni og'riq siloq. Mushu og'riq siloqdan o'lib ketganlar jiq. Ular osonla ichidan yodab ojizlaydi. Buning hammasi Xudodan kelgan ajal. Ajal shundoq bo'lsa-mo, dalling gapni qilsak, qo'rsaqning saposi yo'q. Ish ig'ir. O'ylab baqsizlar. Doppimizni oldimizga qo'yib, ko'nglimizni ochiq yo'riq tutib, o'ylab baqayli. Nimishqa bu yerga kelgan yoyi do'rg'alar samirib tiqilib ketadi, birmo o'lmaydi. Ammo bichara gunohkorlar vabo tekkandaklar qayrilib ketadi. Uni deymiz, buni deymiz.
Buning jon tomiri qo'saq. Hey, odam ekanmiz. Odamlarning ashundaq nobud bo'lishiga chidab tura olmaydi ekanmiz. İçimiz ağrıydı ekan. Ta'minotni yaqin atrofdagi yizilardan yetkazib beradigan bo'lgan. Ularga shundaq uqtirilgan. Hey, shu ko'r suyuqsalan umaç, qattiq quruq nonlar bilan mushu tog' orasida qandoq jon saqlig'ili bo'ldi deydi. Anjambay gangirgandek uning ko'ziga tikildi. Silicha, meningcha, dedi Avut ata ko'zlarini parqirtib keskin holda. Xim xatarning oldini olayli. Qo'rsaqni astarlashning yo'lini qilayli. 40 odam saq salomat keldik. Yana saq salomat qaytayli. Bu ishlarni ko'nglimda o'nab baqdim. Silini huddisdan chiqalaydi deb ishonch qildim. O'zlari qandoq qaraydikin? Anjambay sarg'uch o'skilan burtini silab birdam o'ltirib ketdi-da, birdilla o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga ilib, "Bo'ladi. Bu ishni huddisdan men chiqay. Ishonganlarga rahmat. Lekin za quruq qo'l bilan qandoq bo'larkin?" dedi. Bo'ldi. Demisimi shundoq. Quruq qo'l bilan bir nimani qilish tez. Yo'lini men qilay. Avut aka Anjambay bilan xo'shashib chiqib, yezim yoyining qishiga bordi. U yeshi 40 dan halqigan, gavdilik, qora soqol, tambal, mijozi chus odam edi. Avut ata baya Anjambayga degan andishlarni uningga mo dedi. Umu anglab qo'shilmasini turib, birozagacha o'ltirib qoldi. "Meningcha", dedi Avut ata tog' taraflarini ko'rsatib turib, "Anglashimcha, mushu atroflarda ovlig'ili bo'ldigan jon-jonivor xili bormish. Ovlab, yezimi yoyi qaqoqlab kulib ketdi. Sho'rib salsaq, go'sht, yog' chaynasak demakchi keldi-da. Belli, Avutaxon, baland gap ekan. Bu gaplarni anglab, shu topda og'zimga siriq suv yig'ilib ketdi. Bo'lsa, shundoq qilsak bo'ladi. Lekin taqsir, u gunohkorlarni deb mening tog'da o'milab yurishga cho'lam yo'q." U sovuqqina kulib demig'ida xingildab ta'tir qarab oldi. "U taraflardan xotirjam bo'lsa, janoblarni hargiz malol qilmaymiz", dedi Avut ata tamkinlik bilan. "U ishqa Anjambayni salay deyman. Dangliq merganmish, miltiqlab barsak, ashu gunohkorga miltiqni tutqizib qo'yamdiq. Yopirim." Yezim yoyi o'rnidan turib ketdi. Uning ko'zlari hili cho'chirab chiqib ketgudek chakchiyib ketgan edi. "Anglamagan gapni qildilar. Xudoyim saqlasin. Silining'u oldi orqalarida yo'q. Tanha odam. Ammo mening 5 balam yetim qolsa, ularga uvol bo'ladi. Navoda bak bargulari kelsa, o'zlarining tapanchisini bersizlar. Uningga mening tishim patmaydi. Ammo za yoylarning miltiqlarini gunohkorlarga tutqizishga mening beshim ko'tarmaydi. Sizlar mushu yerning ishlarini boshqarishga mas'ul. Men gunohkorlarni qochirib qo'ymaslikka mas'ul. Undaq yuzi so'rin bo'lgan ishqa men ma'qul bo'lmayman." U shundoq debla to'kildab sirtqa chiqib ketdi. Lekin Avut atamo bo'sh kelmadi. Uning keyindan agishib yurib, uni deb, buni deb oxir uni ma'qul qildi. Atsi Anjambay bir miltiq bilan faqat 2 talla o'qni ilib ovga mandi. Onunğa bir yoyi bilan bir dorga agishib oldi. Shubhasizki, ular uni beqib chiqqanlar edi. Shunga yoyi ko'zlarini tarti qistig'an mushukning ko'zidek parqirtib onunğa yerning tegidan qarab ketib Anjambayning ular bilan kari bo'lmadi. Jilg'ini bo'ylab yurib ketdi. Yulg'un jig'anlarni arladi. Necha davonlardan oshdi. G'ilang tashliq kangri sayliqlardan o'tdi. Kaklik qirg'avullardan boshqa cho'ngroq bir nima uchirmadi. Nima qiladi o'qsoy qilib? 2 tal o'q bilan aran 2 keklik atqili bo'ladi. 2 keklik qanchalik nima edi? Yoylarning tishini kavakidla qoladi. Bechora gunohkor qarindoshlari levini yalmoqdan boshqa chora yo'q. U to'xtamay ilgirlaverdi. Sovuq shamol urib tursimi, putlari qapirib yerib talsimi, birdam aram olmadi. Hiliqi ikkisimi hasirab o'midib, so'rilib oningdan keyin qolmay paypaslab kelmoqda edi. Kun tushdan qayrilganda ular jilg'ining bo'ylarida o'ltirib nonlarini yeyishdi. Jilg'a suyini o'chimlab ichishdi. Bir do'ngga chiqib yiroqlarga sinchilab qarag'ach aram oldi. Bir hazodan keyin Anjambayning ko'zi tuyuqsizla tog' bag'irlab jilg'a tarafga kelayotgan kiyiklarga tushib qoldi.
u hiliqi ikkisiga jim yetishni, beshini ko'tarmaslikni topaldi-da, do'ngning yon bag'rini bo'ylab xuddi mushukdek maydasini yerga yiqib o'mlab mandi. U bir toshning keyniga o'tdi. Kiyiklar 4 edi. Bir-birining izidan minib, qatorlashib jilg'a tarafga kelmoqda edi. Anjamboy bismillah deb oldidiki, ikki kiyikni qarg'a oldi. Oraliq 100 qadamcha qolganda o'zini to'xtatib turib tepkini besivetdi. Gum qilgan ovoz bilan tang, xuddi tog'u toshlar tavrab ketgandek qattiq aks sada yangrab ketdi. Sada chiqib bo'lgacha hiliqi kiyikmo tikmonlaq tushib piltinglashqa boshladi. Qolgan kiyiklar cho'chib turib qilishdi-yu, yana shu zamonla orqasiga burilib badar qechishdi. Uninggacha Anjamboy yana birini qarg'a oldida, unimi tikmonlaq tushirdi. Kun o'ltiray deb qolganda ular ikki kiyikni ko'tirishib yinib kelishdi. Xushalliqda Avut atining og'zi qulqiga yetdi. Yezim yoyimi xili yumshab qolgandek qilatdi. U Anjamboyga sal egilib salom qilib qo'ydi-da, kiyiklarga qarab "Pahpa, o'qlardan joyiga tekkinini, har ikkisining dal beshig'ila ha" deb maqtabmi qo'ydi. Davomi bor.